Varqırğan apa. Bugün apam bana şundaq bir varqırdı ki, mening bütün bedenim bir-birsinden ajrab ketdi. Beşim alem boşluğuna uçup ketdi. Qorsqum dengizga çöküp ketdi. Kanatlarım bolsa yağmurluq ormanga düşüp ketdi. Tumşuqum bolsa egiz taqqa sancılıp qaldı. Quyruqum bolsa koçunun o'ttirsog'una tushib qaldı. Endi putlarim laqib qaldı. O to'xtamay yuguraydi. Mening shundoq o'zimni izlab tepib olg'im keldi. Ammo mening ko'zlarim olam bo'shliqida. Shundoq bir varqirg'im keldi. Ammo tumshuqim bo'lsa egiz tog'da. Shundoq bir ushqim keldi, ammo qanotlarim yomg'irliq o'rmonda. Akşam bo'lganda putlarim sahroyi kabir cho'lligiga yetib keldi. Noytim yerib ketgan edi. Bu vaqtda cho'ng bir soya mening ustimga tushdi. U soya mening vaqirg'an opamga. U mening ajrab ketgan a'zolarimni bir izlab tepibdi. Shuning bilan opam ularni birlashtirib tikib qo'ydi. Ahırda putlarımni tepib birlashtirdi. Endi men butunlay aslimga qaytib keldim. Kechirgin balam, dedi mening vaqirg'an opam. Biz birlikda uyga qaytib ketdik. Xayr-xo'sh.